Rus tilini musiqa bilan o'rganish mumkin. Tadqiqotlarga qaraganda, tilni kuylash orqali o'rganganlar 35% ko'proq o'rganar ekan. Shu kungacha hayotingizda o'zingiz sezmagan holda bitta qo'shiqning matnini yodlab olganmisiz va prям o'zingiz sezmagan holda yodlab qolasiz. Misol uchun o'sha yoshligingizdagi multikmi yoki bo'lmasa o'sha yoshligingizda trend bo'lgan musiqalarni siz uni ma'nosini bilmasangiz ham, lekin siz uni yodlab olgan bo'lasiz. Inson miyasi musiqa orqali ma'lumotni 5 martadan 7 martagacha ko'proq eslab qolar ekan. Bu ilmiy tadqiqotlarga asoslangan aniq fakt va bugun mana shu usul orqali siz bilan rus tilini o'rganishda qanaqa usullari bor, shu narsani ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam, bugungi videomizni ham boshladik. Keling avval tushunib olaylik, nima uchun musiqa orqali rus tilini o'rganish bu kuchliroq. Bilasiz, odatda biz yangi so'z yodlashga harakat qilganimizda uni daftarga bir 10 martalab yozamiz va uni takrorlashga harakat qilamiz, lekin hammasi befoyda. Baribir 2-3 kun o'tganidan keyin u so'zlar bizning esimizdan chiqib ketadi. Endi boshqa holatni bir o'ylab ko'ring. Tasavvur qiling, siz bitta yangi musiqani topdingiz va uni qayta misol uchun deylik, sizga yoqib qolgani uchun 2 kun podrяд eshitib yurdingiz va o'z-o'zida bu musiqa sizni tilingizga o'rnashib qoladi va kamida 1 hafta mobaynida yoki 2 hafta mobaynida siz o'sha musiqani siz xoh u tilni tushunmasangiz ham lekin aytib yurasiz. Keyin buni sabablarini men sizga etap tushuntirib ketaman. Nima sababdan bunaqa bo'lishini? Miya ritmli ma'lumotni oddiy ma'lumotga nisbatan ancha yaxshiroq eslab qoladi. Shu sababdan ham bog'cha bolalariga odatda harflarni qo'shiq shaklida qilib yodlatishadi. Qo'shiq eshitayotganingizda siz faqat so'zni eshitmaysiz, balki uni ritmini, undagi emotsiyani va vaziyatni his qilasiz. Shu o'rinda miyangiz ham vaziyatni, ya'ni hissiyotli vaziyatlarni anchagina yaxshi eslab qoladi. Va bu takror sizni umuman zeriktirmaydi, chunki bu musiqa. Agar siz oddiy so'zni xuddi shunaqa qayta yodlaydigan bo'lsangiz, bu sizni miyangiz juda ham charchatib yuboradi va uzog'i bilan 1,5-2 soat ichida siz bu narsadan bezikib ham qolasiz. Mana misol, 2013-yilda olimlar shunaqa tadqiqot o'tkazishgan va Vengriya tilini o'rganayotgan o'sha odamlarni 2 guruhga bo'lishgan va bir guruhi oddiy takrorlash orqali so'zni yodlashgan va ikkinchi guruh bo'lsa, u so'zlarni musiqa orqali yodlashga harakat qilishgan. Natijada kuylab o'rganganlar 35% ko'proq natijaga erishgan, ya'ni 35% ko'proq so'zlarni yodlashgan. Demak, tushunishingiz uchun bu oddiygina nazariya yoki qarash emas, bu ilm-fan orqali tasdiqlangan aniq bir usul. Eng muhim savollarga javob beramiz. Qaysi qo'shiqlardan boshlash kerak? Ko'p odamlar bu yerda xato qilishadi. Misol uchun Zemfya yoki Grupa Krovi degan guruhlar bor Rossiyada. Aynan o'shalarni qo'shiqlarini olib turib siz ularni eshitadigan bo'lsangiz, birinchi navbatda ular sizni darajangizga to'g'ri keladimi yoki yo'q, siz buni bilmaysiz. Aksariyat hollarda bu qo'shiqlar ko'pchilikning darajasiga to'g'ri kelmaydi, ya'ni rus tilini unchalik bilmaydigan insonlarga to'g'ri kelmaydi. Keling, men buni sizga 3 ta darajaga bo'lib ko'rsatib beraman. Birinchi va boshlang'ich daraja. Ushbu darajadagi musiqalarda asosan so'zlar tushunarli bo'lishi kerak va yaqqol artikulatsiya ishlatilgani bilinishi kerak va hech qanaqa qiyin so'zlar ishlatilmagan bo'lishi kerak. Birinchisi, Solnechniy krug. Bu klassik bolalar qo'shig'i. Ushbu qo'shiqning ichidagi so'zlar juda ham sodda shaklda tuzilgan va bu qo'shiqning ichidagi солнце, neba, дети, mir kabi so'zlar boshlang'ichlar uchun juda ham ideal hisoblanadi. Ikkinchisi, Malinkaya strana. Bu qo'shiq juda ham sekin va aniq kuylangan va sizga o'xshagan bilimga chanqoq, ya'ni rus tilini shu darajada qiziqib o'rganyapsizmi? Demak, bu qo'shiqlar ham sizga ko'p takrorlari bor va shu orqali siz fe'llarni va sifatlarni bemalol ushbu qo'shiqlar orqali o'rgansangiz bo'ladi rus tilidagi. Uchinchisi, Если бы не было тебя. Bu qo'shiq juda ham sekin tempda va boshlang'ichlar uchun juda ham sodda so'zlar bilan tuzilgan. Aytgandek, yana boshlang'ichlar uchun juda ham zo'r bir lifehack. Ushbu qo'shiqlarni yodlayotganingizda birinchi navbatda ularni klipi bilan yodlasangiz yaxshi edi. Ya'ni klipi bilan deganda ularni so'zlarini subtitrlari bilan ko'rib turib, ularni ham eshitish, ham o'qish orqali o'rgansangiz sizga 2 barobarga tezroq rus tilini o'rganishingizga yordam beradi.
Bu darajada so'zlar endi ozginagina murakkablashadi. Birinchisi, "Я буду долго гнать велосипед". Bu qo'shiqda o'tgan zamon fe'llari juda ham tushunarli va sodda qilib yozilgan. Ikkinchisi, "Как здорово". Bu qo'shiq ko'pincha o'sha hissiyot, do'stlar, oila haqida ko'p so'zlar ishlatilgan va bu qo'shiq orqali siz o'zingizni, misol uchun, his-tuyg'ularingizni kimgadir misol uchun yetkazib berishni o'rganasiz va undan tashqari o'zingizni fikringizni yanada o'sha aniqroq va tiniqroq yetkazib berishni o'rgansangiz bo'ladi. Uchinchisi, Gruppa Krovi. Qo'shiq muallifi Viktor Tsoy rus madaniyatining juda ham katta namoyandalaridan biri va bu qo'shiq orqali siz bemalol o'rta darajadagi gaplarni bemalol tushunishni va ularni gapirishni o'rgansangiz bo'ladi. Va o'rta darajadagilarga yana bitta maslahat berib ketgan bo'lardim. Endi faqat so'zlarni o'rganish emas, endi ularni, misol uchun, tuslanishini ham o'rganib ketish kerak. Misol uchun, "Я буду" bu kelasi zamonga tegishli bo'ladi. "Я сделаю" men hozir qilyapman. "Я сделал" bo'lsa men oldin qilganman. Shu kabi so'zlarni ham analiz qilishni ushbu darajada o'rganib ketsangiz bo'ladi. Bu darajada idiomalar, murakkab his-tuyg'ular va leksika keladi. Birinchisi, Belaya Nocь. Zemfiraning qo'shig'i juda ham chuqur ma'noga ega qo'shiqlardan biri, ya'ni she'riy obrazda yozilgan. Va siz ushbu qo'shiq orqali endi faqat so'zlarni emas, balki o'sha so'zni pastdagi ma'nosini, ya'ni tag ma'nosini topishni va ularni anglashni o'rganasiz. Ikkinchisi, Pismo. Sergey Yeseninning she'rlaridan yaratilgan musiqalar o'z-o'zidan rus adabiyotiga ham eshiklarni ochib kiradi. Agar siz boshlang'ich darajada bo'ladigan bo'lsangiz, avvalambor bolalar musiqalaridan boshlang. Chunki ulardan boshlasangiz siz soddaroq va tezroq natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi va hech qachon musiqani zerikarli deb o'ylamang. Endi videoning eng qiziqarli qismiga keldik. Endi siz bilan rus tilini o'rganishni, ya'ni rus tilini musiqa orqali o'rganishni 3 ta etapini ko'rib chiqamiz birgalikda. Birinchi qadam bu ko'r-ko'rona tinglash. Musiqani eshitayotganingizda uni hech qanaqa so'ziga ham qaramang, so'zini tarjima qilishga ham urinmang. Hech narsaga ahamiyat bermasdan faqat his-tuyg'u bilan u musiqani his qilishga harakat qiling. Siz buni keraksiz deb o'ylashingiz mumkin. Juda ham ko'p insonlar bu darajani, ya'ni bu bosqichni keraksiz deb biladi. Lekin aslida miya bu paytida musiqaning ritmini, undagi nima desam, o'sha hissiyotni va so'zlarni o'zi uchun analiz qilayotgan bo'ladi. Ikkinchi qadam so'zlarni tahlil qilish. Ikkinchi qadamda siz musiqadagi barcha musiqasini ham, so'zlarini ham olib tashlagan holda faqat gap ko'rinishida qirqib olib, gaplarni tahlil qilishni boshlaysiz. Ya'ni bu gapni o'zi tag ma'nosi qanaqa? Bu yerda otmi, fe'lmi, sifatmi, nima ishlatilyapti? Misol uchun, deylik, "Я буду долго гнать велосипед". Misol uchun, o'zbekcha tarjimasi "Men uzoq vaqt velosiped haydayman". Bu yerda budu infinitiv, ya'ni kelasi zamonni shakllantirib, tuslantirib ketyapti. Va siz bu narsalarni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Orada keling, birozgina pauza qilib olamiz. Agar siz rus tilini tizimli va aniq natijaga olib chiqadigan qilib o'rganmoqchi bo'lsangiz, men sizga Razgovor.uz onlayn kurslarini tavsiya beraman. Razgovor.uz onlayn kurslarida haftada 7 kun mobaynida dars bo'ladi, ya'ni 3 kunida siz grammatikani zamonaviy platformada o'rganasiz, ya'ni telefonda, notebookda farqi yo'q. O'rganasiz va qolgan 3 kunida esa ustoz bilan individual jonli razgovor darslari bo'ladi. Bir kunda esa yakshanba kunida sizga kreativ musiqali darslar bonus sifatida sizga qo'shib beriladi. Eng muhimi, 90 kunning ichida razgovorga chiqishingizga qonuniy shartnoma asosida 100% kafolat beriladi. Agar siz hamma darslarda aktiv qatnashib turibmi, lekin natijaga erisha olmasangiz, to'lov summangiz 100% ligicha sizga qaytarib beriladi. Ushbu imkoniyatdan quruq qolib ketishingizni sizga maslahat bermayman. Shu sababdan pastdagi havolani, pastda o'z havola qoldirib qo'yganmiz, bemalol o'tib, u yerda o'zingizda o'sha WhatsApp yoki bo'lmasam Telegram raqamingizni yozib qoldirsangiz, sotuv menejerlarimiz sizga bog'lanib, demo darslarimizni tashlab berishadi. 3-qadamda musiqa bilan tinglang. Endi siz musiqani o'zingiz ham kuylaysiz. Birinchi navbatda biz o'sha so'zlarni, misol uchun, tarjima qilib oldik, uni tag ma'nosini ko'rib chiqdik va u yerdagi od, sifat va boshqa narsalarni ham tarjima qilishni o'rganib oldik. Endi esa birgalikda kuylashga o'tamiz. Ya'ni birinchi navbatda siz o'zingiz musiqani qo'ymasdan turib, o'zingiz og'zaki diktofonga zapis qilasiz, o'zingiz kuylaganingizda va u kuylagan zapisingizni
haqiqiy musiqa bilan olib solishtirasiz va haqiqiy musiqada qanday aytilgan va siz qanday aytdingiz, o'zingizni kamchiligingizni tashqi ko'z sifatida analiz qilishni boshlaysiz va siz ularni to'g'rilashga harakat qilib o'rganishni ham boshlaysiz. Ushbu metodda eng muhim narsa ko'proq takrorlash va doimiylik. O'rtacha bir kunda 10 daqiqa yoki 20 daqiqa vaqtingizni ajratsangiz ham shuni o'zi yetarli. Buni o'ylab qarasa, bunaqa tarzda o'rganadigan bo'lsangiz, bir haftada 1 soat yoki 2 soat degani, bir oyga boradigan bo'lsa, o'rtacha 10 soat degan. Lekin bir narsa bor, musiqa tinglab rus tilini o'rganishingiz uchun aynan sizga alohida vaqt talab qilinmaydi. Misol uchun bitta joyda o'tirishim kerak, musiqani qo'yishim kerak, keyin o'rganishim kerak emas. Ish qilayotganingizda yoki bo'lmasam ko'chada qayergadir ketayotganingizda ham bemalol musiqani qo'yib turib o'rganishni davom ettirsangiz ham bo'laveradi. Faqat muhim narsalar o'sha sizdagi lug'at daftaringizda har bir musiqadan o'rgangan so'zlaringizni, yangi narsalaringizni bitta daftar tutib, unga yozib borishingiz kerak bo'ladi. Videomiz ham yakuniga yetib qoldi. Demak, bugun o'zidanoq rus tilini musiqa orqali o'rganishni boshlang. O'sha aytilgan tepadagi musiqalardan bemalol foydalanib, kechki payti yotganingizda eshitib yoting va o'sha 3 ta etapga bo'lib chiqdik-ku, aynan o'sha 3 ta etapga moslab turib o'rganishni boshlang. Demak, bugungi videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Pastdagi podpiska tugmasini bosishni unutmang, like bosishni unutmang va bundan keyingi chiqadigan yanada kreativ va yanada qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, sizlar bilan Razgovor o'z jamoasi va men Ramazonov Jamshid bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling. Не светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы раскрасим серый пик, подали ему улыбку. Я мометь, извините, не пишите, не звоните, нет. Каким бы трудным не был путь, иду, куда глаза глядят и куда ноги ведут. Эй.